أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chunki sen Allohsan. Muallif Ali Jobir Fifi. Bismillahirrohmanirrohim. O'shanda men 7 yoshda edim. U menga xuftonni o'qidingmi dedi. Men ha deb yolg'on gapirdim. U menga shonqamay qaradi-da, xohlaganingni gapir, lekin u ko'rib turibdi dedi. U ko'rib turibdi degan gapi meni titratib yubordi. Yolg'on gapirganimga qaramay o'rnimdan turib namoz o'qidim. U ayol onam edi. Chunki sen Allohsan. Qo'rqinch va g'am yo'q. Sen borsan. Bizlarda g'ussa, alam yo'q. Koinot bo'lolmas hukmingdan nari. Har ne jon amringa bo'ysunar bari. Toki bor ekansan Robbim, sen vohid. Yashaydi qalblarda shodlik va umid. Muqaddima. Siz u bizni yo'qdan bor qilgan olamlar Robbi Alloh taologa cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Suyukli nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va ahli baytlari, sahobalari hamda u zotni do'st tutganlarga salot va salomlar bo'lsin. Ushbu kitob Alloh taoloning ba'zi muborak ism sifatlari bayoni to'g'risida bo'lib, kuchsiz, ojiz va ilmsiz bo'lishimga qaramasdan kuchli, qudratli hamda barcha narsani bilguvchi zot xususida baholi qudrat yozdim. Har kishi yozganlarimni mutolaa qilganda, ular uchun tushunarli bo'lishiga intilib, risolani to'shagida yotgan bemor, ko'zi yosh to'kib turgan mahzun va qiyinchilikda qolgan nochor kishi ham o'qiy oladigan tarzda soddaroq bo'lishiga harakat qildim. Ishonchim komil. Qalbning Allohga bog'lanishi, undan uzilmasligi, uni tanishi va yaxshi ko'rishi, unga bo'lgan xavf va umidi oxirat saodatining siri bo'lganidek, dunyodagi baxtiyorlikning ham kalitidir. Bor vujudi bilan o'zigagina ibodat qilishi uchun yaratgan zotga yuzlangan insonda mahzunlik, vasvasa va mashaqqatlar hech qachon bo'lmaydi. Allohning go'zal ismlari bobi iymonga doir katta mavzudir. Buni o'rganish asnosida banda qudsiy olam sari asta-sekin qadam tashlaydi. Nafs ham Allohni ulug'lab bosh egadi. Ruh esa xushu va muhabbatga yuz tutadi. Kitobni yozishdan maqsadim Alloh taoloni tanitish, uning ulug'ligidan ozginasiga ishora qilishdir. Shuningdek, o'zim va birodarlarimga u hamma ishga qodir, karami keng va eshituvchi, ko'ruvchi zot ekanligini eslatishdir. Ushbu kalimalar ila g'amlardan charchagan yelkalarni va alamlar og'ritgan boshlarni silashni xohlardim. Yozganlarim ularning ko'z yoshlarini aritsin, yuraklardagi otashni o'chirsin. Allohning ismlaridan bexabar ekanmiz. Sahroni sarson sargardon kezgan inson kabidirmiz. Kunlarimiz o'sha sahro jaziramasi va qumtepaliklardagi quyunlarda iztirobda o'tadi. Allohni tanib ol, ishon, iymon keltir, ibodat qil va bo'ysun. Shunda unga suyukli bo'lib baxt saodatga erishasan. Yo'qsa sarson sargardonlik, keraksiz inson bo'lish, siqilish, qiyinchilikni his qilishni tanlab ruhiy iztirobda yurishing ham mumkin. Kitobim ko'p narsani qamrab olgan. Oldin bunaqasi yozilmagan demoqchi emasman, balki bu o'rindagi da'voyim. Ojiz va qosirman. Uning avfi va mag'firatiga muhtojman. Agar ushbu kitobda ozgina xayriyat bor bo'lsa, Allohdan iltijoyim
uni odamlar orasida yoysin. Agar aksincha bo'lsa, mendagi hamma nuqsonlarni o'zi biladi. Men esa undagi afvudan ba'zilarini bilaman. Allohdan niyatning to'g'riligini, qalam noto'g'ri yozganlarni va qalb xatoliklarni kechirishini so'rayman. Olamlar Robbi Allohga hamd va sanolar, Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Chunki sen Allohsan. Birinchi qism. As-Somad, behojat zot. Alloh senga yomonlik yetishini xohlamas ekan, butun olam birlashib ham senga zarar bera olmaslar. Alloh senga yomonlik yetishini taqdir qilgan ekan, butun olam birlashib ham uni sendan daf qila olmaslar. Ojizlik atrofingizda chiqishi imkoni bo'lmagan tor zindon paydo qilganida, muhtojlik sizni o'rab olib, g'am kulfatlar hamla qilganda, tashvishlar ko'payganda, ruhingiz o'zi bilmagan tomonga qocha boshlaganda darhol barchaning hojati tushadigan zotga murojaat qiling. Shunda behojat zot barcha ehtiyojingizda sizga madad beradi. Bu hayotda kuchli bo'lasiz. Voqelikka tik boqasiz. Maqsadingiz yo'lida qat'iyatli bo'lasiz. Behojat zot bilan yangidan ahd tuzing va ertangi kuningiz buguningizdan yanada yaxshiroq bo'lishiga ishoning. Behojatlik ko'rib turganingizdek Somad, jilvador, ma'nodor, aytilishi oson, alohida ulug'likka ega ism. Allohga hojatimiz tushishi ibodatdagi ixlosning eng oliy ko'rinishidir. Ibodatida ixlosni ko'p qilgan insonning qalbi Mavlosiga itoat etish, unga muhtoj bo'lish va faqat o'ziga iltijo qilish sifatiga ega bo'ladi. Somad, behojat zot kim ekanini anglash uchun behojatlik olami tomon sekin-asta yura boshlaymiz. Somad, maxluqotlar unga iltijo qiladigan zotdir. Somad ismining buyuk ma'nolaridan biri shudir. Binobarin mana shu ma'no haqida to'xtalamiz. Somad, istaklarda maqsad qilingan, musibatlarda yordam so'ralgan, balolarda unga talpinilgan zotdir. Qisqa, lekin buyuk. Qur'onning 3dan 1ga teng keladigan Ixlos surasida bu ism zikr qilingan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad. Allohus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ey Muhammad, ayting, u Alloh yagonadir. Alloh Somad, ehtiyojsiz, hojat barordir. U tug'magan va tug'ilmagan ham. Shuningdek, uning hech bir tengi yo'qdir. Maxluqot g'alabaga ko'z tikkanda, ey Alloh deydi. Yordam kerak bo'lganda, ey Alloh deydi. Himoyaga ehtiyoj sezganda, ey Alloh deydi. Hidoyat so'raganda, ey Alloh deydi. Mehr shafqatga zor bo'lganda, ey Alloh deydi. Mavjlar. U zot o'zining ismi va sifatlarini yaxshiroq tanishingiz uchun sizni hojatlar bilan o'raydi. Mana shu behojatlik so'zining ma'nosi. Siz hayotingizning har bir lahzasida unga muhtojsiz. Agar u zotga o'z ehtiyojlaringiz bilan qaytmasangiz, sizni majburan qaytaradi. Dehqon yomg'ir yog'may, yig'im-terim vaqti kechikib, hosilga bo'lgan ehtiyoji kuchayganda osmonga qarab, ey Alloh deydi. Shamol turib, dengiz mavjlari to'qnashganda, kema yo'lovchilari ichlaridagi yashashga bo'lgan umidni o'lim fikri qo'rqitib tursa, ey Alloh deyishadi.
uchuvchi samolyot g'ildiraklari ochilmay qolganini e'lon qilib, muammo bartaraf bo'lgunicha aeroport atrofida qo'nolmasdan aylanib yursa, yo'lovchilar har qanday muhim narsalarni unutib, hamma narsaning egaligi, iznida bo'lgan zotnigina eslaydilar. Zero u zot o'zganing himoyasiga muhtoj emas, balki o'zi himoyachidir. Bemorsiz. Sizga ulab qo'yilgan uskunaga asta qaraysiz. Nafasingiz sekinlashib, uskunadagi chiziqlar yuragingiz urishi pasayganini ko'rsatyapti. Shunda siz shifokorni unutib, umid bilan "Ey Alloh" deysiz. Ey Alloh deysiz. Bularning bari inson chorasiz ekani va behojat zotga muhtoj ekanligiga dalildir. Begona fikrlar. Husoyn ismli bir keksa arobiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keldi. U zot sallallohu alayhi va sallam undan "Nechta ilohga ibodat qilasan ey Husoyn?" deb so'radilar. U 7 ta, 6tasi yerda va bittasi osmonda deb javob berdi. Yana so'radilar: "Kimdan qo'rqqaning uchun?" U osmondagidan dedi. U zot sallallohu alayhi va sallam "Kimga rag'bat qilganing uchun?" deb so'radilar. U osmondagisiga dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam unga "Yerdagisini tark qil, osmondagisiga ibodat qil" dedilar. Husoyn musulmon bo'ldi. Imom Termiziy rivoyati. Husoyn roziyallohu anhuning qanoatlariga behojatlik ma'nosi sabab bo'ldi. Chunki qo'rqinch, xavf va rag'bat rajo vaqtida iltijo qilinuvchi behojat zotgina sajda qilinishga haqlidir. Borliqdagi eng oson amal fikr iymon keltirishdir. Unda siz kitob o'qish, falsafa va tajribaga ehtiyoj sezmaysiz. Birgina kalima Allohni ixlos ila aytsangiz bas. Qolgan begona fikrlarni tark qiling. Alloh taolo aytadi: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Alloh nozil qilgan edi deb ayting. So'ngra ularni o'z hollariga qo'yib bering. O'ynab, adashib yuraversinlar. An'om surasi 91-oyat. Alloh kalimasining o'zi hayotning katta yolg'onlarini rost qilishga yetarli. Har bir insonning qalbida, hujayrasida, oqib turgan qonida Allohni yaxshi taniydigan, unga sajda qilib tasbih aytuvchi ba'zi bir narsalar bo'ladi. Kofir ham Qur'onni eshitganida bo'yin egib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Masjidul Haromda Makka mushriklarga Najm surasini o'qib berdilar. U zot sajda qilganlarda mushriklar ham sajda qilib yubordilar. Ular orasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ozor berganlar, Makkadan haydaganlar, o'ldirmoqchi bo'lganlar ham bor edi. Ularni bunga majbur qilgan narsa qonlaridagi, qalblari tubidagi, hujayralardagi iymon quvvati edi. Bu quvvat portladi va ularni egiltirdi. Bundan nimani anglashimiz kerak? Har bir inson ehtiyojli ekaniga va uni qondiruvchi Somad, behojat zot borligiga ishonadi. Ayniqsa boshqasi uning hojatini qondira olmaganda, butun vujudi o'z-o'zidan behojat zotga bog'lanadi. U zotdan boshqa hamma muhtojdir. Birinchi qism tugadi.